Hammaga salom. Sizlar bilan Koreyadagi bir kunim haqida bo'lishmoqchiman. Uyimni bardagiga e'tibor bermanglar, chunki kecha ishdan kelib charchab uxlab qolgan edim. Ertalabdan taksi chaqirdim, chunki poyezdga uspech qilmasligim mumkin edi. Kiyinib, ovqatlanib, kofemni olib tashqariga chiqdim va taksim yetib keldi. Taksiga o'tirib, Gyeongsan yoqqa qarab yo'l oldik. Bugun havo bulutli va yomg'ir ko'rsatganligi uchun ob-havoda zo'rchib bo'lgan edim. Yaxshi ham olibman. Bu yerda уже biz Gyeongsan yoqqa yetib keldik. Atrof shunaqa chiroyli edi. Havo ham juda ham odamga yoqimli darajada. Bu yerda уже bilet sotib olib, poyezd kelishini kutdim. Universitetim o'zim yashaydigan shahardan 40 minutlik uzoqda bo'lganligi uchun yoki poyezdga yoki metroga o'tirib borishga to'g'ri keladi. Bu yerda уже vagon yo'qqa yetib kelib, taksiga o'tirib universitetimga qarab yo'l oldim. Atrof shunaqa chiroyli manzara edi, takkak universitetim tog'li rayonda joylashganligi uchun. Bu yerda o'sha universitetimga yetib keldik va shoshib ichkariga qarab ketyapman, sababi o'rtog'im 40 minutdan beri meni kutib o'tiribdi. Kech qoldim. To'g'risini aytsam, masjidga yetganda tushunib yetdim, что video olish oson emasligini, blogerlarga juda ham qiyin ekan. Bu yerda o'sha darsxonasiga kirdik. O'rtog'im Daisodan olgan 5 minglik futbolkasini rasmini vaqtanyapti. Bu Winnie Pooh, tanishinglar. Meni bir tanishimizmi Winnie Pooh, biz uni erkalab shunaqa deb chaqiramiz. Bu yerda o'rtog'im bilan zerikib o'tiribmiz. Hamma imtihonlarimizni topshirganimizga qaramasdan, universitetda o'qituvchilarimiz yana bir marta bizni chaqirdi, oxirgi kun kelib ketinglar deb. Bu yerda biz o'sha universitetdan chiqdik, yo'lga qarab yo'l olyapmiz. Va hamma o'zini shahriga ketadi. Bu yerda 4 kishiga bitta taksi chaqirilgan. Sababi, takkak biz bechora studentlarmiz, pulini o'rtada bo'lishga kelishgan edik, lekin oldinda o'tirib ketadigan kursdoshim o'zim to'layman, pulini shart emas deb hammamizga to'ladi. Bergani betiga qarama deb biz rahmat bilan qutuldik. Biz poyezd to'g'risi soat 2:30 dan keyin yurar ekan. Shuning uchun biz metroga o'tirib ketishga qaror qildik. Agar kimda kim Gyeongsan shahrida yoki bo'lmasam Daegu shahrida yashaydigan bo'lsa, mana shu metrodan foydalansa bo'ladi. Sababi bu metro narxi avtobusni narxi bilan bir xil. Unaqa qimmat emas, 1,5 milliondan Gumiyokdan Gyeongsan yoqqacha qarab. Bugun ertalab dugonam ikkalamiz oylik olganligimiz uchun tipa boyvachcha bo'lib shopping qilishga yo'l oldik. Bu yerda o'rtog'imni qidiryapman, ko'rishimiz kerak edi va bu yerda o'rtog'im topdim уже. Metroni o'zidagi ketayotgan skidkalarga bir qarab o'tdik. Bu yerda idishlar to'g'risi shunaqa chiroyli ekan, olgim kelib ketdi. Mayli, necha sarpamga qo'shib olarman nasib qilgan deb Pangoldan yoqqa yo'l oldik. Chunki u yerda 10-chiqishdan chiqqanda Shinaga borishimiz kerak edi va biz Shinaga yetib keldik. Bu yer o'sha gavjum shahar, Daegudagilar buni juda ham yaxshi biladi. Shopping qilishni boshlab yubordik. To'g'risini aytsam, mana shu oyoq kiyim juda ham yoqdi. Afsus, meni razmerim yo'q ekan. Agar bo'lganida to'g'risi olar edim. Bu yerda вам понятно nimaga rasmga olganim bu videoni. To'g'risini aytsam, magazinda hech narsa topa olmadik. Hammasi yo kalta, yo yirtiq kiyimlar edi. Keyin o'rtog'im bilan maratonga ovqatlanishga keldik. To'g'risini aytsam, juda ham yoqadi. Men Koreyada sevib iste'mol qiladigan taomlarimdan bittasi bu maraton. Ayniqsa men achchiq narsalarni juda ham yaxshi ko'rganligim uchun har safar eng achchiq tamlisini olaman. Bu yerda o'ynan oldida o'rtog'im bilan gaplashib ovqatlanib o'tiribmiz va mana bu yerda o'rtog'imga tug'ilgan kunimga gulov berasan deb majburlayotgan edim. Mana shu zdaniyada 9-etajidagi attraksionga ko'zimiz tushdi. Biz chiqmoqchi edik, keyin hali kun issiq bo'lganligi uchun kechki payt chiqishga qaror qildik. Va mana bu yerda Baskin Robbinsga morojniy yeyishga kirdik o'rtog'im bilan. Bahonada telefonimizni ham zaryadkaga qo'yib olish uchun, если честно. Bu yerda zakazlarimizni qilib, ikkinchi etajga qarab yo'l oldik. Bu yerda odamlar u darajada ko'p emas ekan. O'yinni oldidan o'tirib, telefonlarimizni zaryadkaga qo'yib, atrofni tomosha qilib, biroz gaplashib o'tirdik. Bu yerda esa men o'tgan, ketgan parchkalar rasmga olib havasimga bo'lib turibdi. O'sha bizda ужин payti va biz halol restoranga keldik. Nomi Saladin, indiskiy restoran ekan. To'g'risini aytsam, restoran juda ham menga yoqdi, lekin afsus, odamlari kam ekan. Ovqatlari ham juda ham mazali va yaxshi edi. Bizga ko'rsatilgan servis ham. Bundan tashqari bizga tekinga achchiq har xil souslar va ketishimizdan oldin milk tea damlab berdi. Shu bizda
ovqatni hammasini yemaganligimiz uchun tekinga saboy qilib berishdi. Ba'zi joylarda saboy qilib berganda idishga ham pul so'raydi. No, ular bizdan pul olishmadi. Yana shu attraksionga chiqish uchun soat kechki 10 ga yaqin yetib keldik. Biz bilmadik to'shti bu yerni ish vaqti soat 10 gachaligini. Mana 9-etajga chiqib, mana bu attraksionga keldik. To'g'risi shaharni ko'rish uchun bu attraksionga chiqib, to'g'risi mana bu yerda disko degan yana bitta attraksioni bor ekan. Ko'rganda u darajada qo'rqinchli emas, lekin chiqqan paytingiz birozgina qo'rqinchli ekan. Biz 2 marta chiqdik bunga dugonam bilan va mana bu yerda charxpalakli kabinkasida tashqarini shaharni tomosha qilish uchun chiqdik. Bu yerda hatto karaoke ham bor ekan. Men karaokeda qo'shiq aytayotgan paytim dugonam atrofi videoga oldi. Ko'rib turganingizdek, shahar juda ham chiroyli. Конечно же, biz rasmga tushdik. Bilmadim nimaga men to'g'ri turgan paytim o'rtog'im hech normalniy rasmga olmaydi. Lekin shunaqa cringe'oviy rasmlar olishga u juda ham usta. Va biz kunimizni shopping qilib, birinchi chiqqan avtobusga o'tirib uyga ketish bilan tugatdik. Hammaga xayr.